Bu bir abzas gapni cho'qim qalbingizda anglang. Odamning eng ahmoqona qilmishi bir oq ko'ngil odamni tanglikda qo'yish. Uning bilan dushmanlashish. Oq ko'ngillikni tanlagan kishining hammasi axloq fazilatli odamlardir. Oq ko'ngil odamni bo'za qilib olib, o'zingizni bek qaltichaqlab ketmang. Axloqsizlik shaxsiyatchilikni umuq qila oladi. Lekin uning vijdoni, axloq uniga yo'l qo'ymaydi. Siz uningdan oson foydalana olasiz. Chunki u sizga bu foydani o'z bilib turib, xohlab bergan. Uni oson oldiy olasiz. Chunki u sizga ishonishni tanlagan. U sizni yengolmaydi. Chunki uning vijdoni, axloq yo'l qo'ymaydi. Amaliyotda hech kim ahmoq kalva emas. Faqat siz uni ashundaq deb qarab qolgan xolos. Hayot va turmush to'g'risidagi texnik ko'p mazmunlar qaltisda. Bosh betdagi qaltis seyin salonni qo'shib olishingizni tavsiya qilaman.